tushuntiray. Umuman обычный bunday xalatlar bo'lar, ana shunaqani tushuntiraman. Qaranglar, hozir xalat har doim tugma uchun mana bu yerda 3 sm qoldiramiz. Agar ana shuni 6 sm qilsak, padbord o'zidan chiqadi. Mana bu yerdan padbord qo'yib o'tirmaymiz-da. Mana buni 6 sm qilsak, o'zini bunday qaytarib, tugma joyini qilib olsak bo'ladi-da. Bu oson yo'li xalatni. Endi mana 6 sm dan qoldirdik-da, keyin oldi o'yindini qo'yamiz. Bu bizga hech narsaga qo'shilmaydi. Tugmaga kirib ketadi hammasi. 3 sm qaytarilishi 3 sm esa tugmasiga o'tib ketadi-da. Keyin mana bu yerdan 8 sm o'yindini qo'yamiz. Oldi ochiqligini ham bunga qaramaymiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Masalan 18 desak, mana bu nuqtadan bu yergacha o'lchanadi, bunga emas. Shuni o'zini bilan olib boramiz mana. Endi yelka har doimgidek mana faqat buniki ko'ylakdagi